Assalomu alaykum hurmatli akalar, ukalar, texnika ishqibozlari. Bugun sizlarga Mingyu brendidan yangi kelgan texnikalarni tanishtirib o'taman. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, bu 1.8 kubali pogruzchigimiz bo'ladi. Buni qisqichlari ham bor, orqasida qisqichi yo'q varianti. Bu 1.8 kubali pogruzchilarimiz. Xo'p, balandlikka ko'tarishi 480 ga to'kib beradi. 480 ga to'kib beradi. Ko'rib turibsizlar, juda ham baland. Bu yengil ishlarga, yengil yuklarga mo'ljallangan pogruzchilarimiz. Xo'p, bu yoqda 1.4 pogruzchimiz bor edi. Bugun sotilindi. Hozir ortib chiqarib yubordik. Bular mikserli pogruzchilarimiz, ko'rsanglar bo'ladi. Bu 0.7 kubali bo'ladi. Mikserlari oddiy kovush esa 1.4 bo'ladi. Xo'p, bu yoqda 936 variant 936 modelimizning komplekt variantlar. Xo'p, Ch35 modellarimiz 0.6 kubali ko'rsanglar bo'ladi. D26 modelimiz. O'sha hamma biladigan modelimiz. Bo'ylari pastak, shustri bo'lgan. Xo'p, endi yangilik D26 modelimizni komplekt varianti ham kelishni boshladi. Mana orqasida turibdi. Bunda ham adapter, qisqich, kara, kovushlari bor. Bunisi esa 936 modelimizning komplekt varianti. Xo'p. Bu yerda juda ham texnikalarimiz ko'p. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu bir porshenli 0.2 kubali pogruzchilarimiz. Bu elektrichskiy. Bular B25 modellarimiz, 5 kabina bo'lgan 0.3 kubali pogruzchilarimiz. Bular esa 0.3 kubali pogruzchimizning kabinali variantlari. Bu 936 modellarimiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu bir juda ham ko'p. Texnikani juda ham ko'p taxlab tashlaganmiz. 70-80 ga yaqin texnikalarimiz bor. Bu yoqda esa Zut ekskavatorimiz 75 talik. Bu yoqda ham pastlarda ham pogruzchilarimiz bor. Texnikalarimiz juda ham ko'p. Tepada ham bor mikserlarimiz. Xo'p, kovush bilan kovushning ustida qisqichi bor varianti ham bor mana 936 modelimizda. Bunisi ham xuddi shunaqa. 936 modelimizda oddiy обычный kovushda bo'lgan varianti ham mana. Ko'rsanglar bo'ladi. Bir juda ham ko'p. Bu yoqda esa yana 1.8 kubali pogruzchimiz. 0.2 kubadan tortib 1.8 kubagacha bo'lgan pogruzchilarimiz bor. 1.2 kubali pogruzchimizni ham ko'rsataman hozir. Bu 1.2 kubali pogruzchimiz bo'ladi. Mana. Bu bir juda ham ko'p. Kelib, ko'rib, istalgan turdagi pogruzchilarda xarid qilsalaring bo'ladi. Bu spets texnikalarda sizlar xohlagan usulda xarid qilsalaring bo'ladi. Naqd, перечисление, leasing, bank, kredit, рассрочка xohlagan usulda xarid qilsalaring bo'ladi. Bu birimiz juda ham ko'p.